Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Zolimlarni qahri aylig'ichi, mazlumlarga nusrat ato qilg'ichi Alloh subhanahu va taolaning nomi bilan boshlayman. Hurmatli qarindoshlar, qonxo'rlikning, yovuzlikning butun dunyodagi insoniyatning dushmani bo'lgan bu kommunist zolimlarning 70 yilligini la'natlash uchun bu yerga keldik. Qarindoshlar, bu 70 yil bizga nimani ko'rsatdi bilamsizlar? Men o'zim Sharqiy Turkiston ulamolar birligi a'zosi bo'lganlikdan bu vaqtdagi dinning hukmini so'zlayman qarindoshlar. Bizning dinimizda agar bir tajovuzchi kafir bir musulmonning bir g'ayrish yerni besib olgan kunisi her qanday ayol, cho'ng kichik, qari yosh barliq musulmonlarga Allohga iymon etgandikinlar shu zolimni qo'g'lab chiqarish uchun kurash qilish, eng yuqorisi qurolliq jihad qilish, eng tavni mushundaq namoyishlarga chiqib zolimlarga la'nat o'qish farz ayni hisoblanadi qarindoshlar. Farz ayni degan nima degan gap? Mushu biz Uyg'ur musulmonlarining va atrofimizdagi musulmonlarning turib qarindoshlarning mush zolimga qarshi turmay o'tgan har bir daqiqalari Allohning bu hukmiga osi bo'lish deganni ko'rsatadi qarindoshlar. Bu zolim kommunist kafirlar bizningki ota-onalarimizni, tuqqanlarimizni, qizlarimizni, hattoki bolalarimizni Nazi faşist kamplarga solab, bizni dinimizdan yondirish uchun, bizni turklik kimligimizdan tandirish uchun, shular orqali bizning irodamizni sundirish uchun bu harakatlarni qilyapti. Biz ta abadil abadgacha dinimizda bir tomchi qon qog'icha bu kommunistlarga hargiz bosh egmaymiz. Türkistonimiz mustaqil bo'lmoqchilik. Mengu bu kommunistlar bilan kurash qilamiz. Biz avlodlarimizdan avlodlargacha bu kommunistlardan qon qisos olishini ularga tavsiya qilamiz. Hammaga rahmat.